Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Meşitlerimiz yabık bulsa da şu vakitte, lakin bizning ibadetimiz to'xtamay, namazlarımızı uylarimizda o'qiymiz, urazalarımızı tutamiz, iftarlarni mine qo'yirgandik nechik ishlarga deb aytib. Buning da joyini topdik, alhamdulillah shukr. Kun sayin 800 dan ortiq kishiga ashamliq iftarga әзерләп, шулай итеп менә таратабыз. Bu işte qatnaşa bik ko'p kishilarimiz, bik ko'p qardoshlarimiz. Bu tigi kimningdir maxsus ulushi gina tugul. Bunda bizning ishmakarlarimiz da kira, savdogarlarimiz da, yordam etuvchilarimiz da, opalar da bor, oboylar da bor, yoshlar da bor, aqsha beruvchilar da bor, pishiruvchilar da bor. Ya'ni bunda bik ko'p kishining xizmati qo'yilgan. Do'stlik ortsin deb aytib duo qilamiz, tatuvlik ortsin deb aytib. Mana shu endi tigi bu she'rlardan dünyani Allah Teala emin kılsın diye edip dua kılabız. Allah Teala razı bulsaydı.